Bismillahirrohmanirrohim. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan boshlayman. Assalomu alaykum azizlarim, o'g'illarim, qizlarim, farzandlarim. Bugun men surxondaryolik momongiz sizlarga yana bir keksalar gurungidan, yana bir hikoyatlardan, rivoyatlardan aytib bermoqchiman. Mana bugun men bizimizning biz yashaydigan hudud Sho'rchi tumanida joylashgan Dalvarjin tepa degan tarixiy yodgorlik bor. Mana shu Dalvarjin tepa yodgorligi haqida xalqimizning oldida turli xil hikoyatlar, rivoyatlar ko'chib yuradi. Hamma bu rivoyatlarni, hikoyatlarni aytib, o'zining qadimgi tarixlaridan qisman bo'lsa ham ularni bilib olishga harakat qiladi. Mana shu rivoyatlardan biri bo'lgan Dalvarjin tepa haqidagi Dallo oyim va Varzin shoh deb nomlangan rivoyatni, tarixiy bir rivoyatni hikoya qilib bermoqchiman. Mana Dalvarjin tepa degan nom. Dal so'zi Dallo oyimning nomidan, Varzin so'zi Varzin shoh nomidan. Otasining ismi Varzin shoh, qizining ismi Dallo oyim. Mana shu Dallo oyim va Varzin shohning eng yirik yashaydigan qarorgohlardan biri haqida, ularni qanday qilib dushman oyoq ostida qolganligi va vayron bo'lib ketganligi, xalqning esa qirilib ketganligi haqidagi rivoyatlarni men sizlarga hozir aytib bermoqchiman. Endi biz Surxondaryo viloyatida yashaymiz. Surxondaryo viloyati juda ham go'zal, juda ham so'lim, juda ham manzarali joy. Endi bu Surxondaryo viloyatining hududidagi tarixiy yodgorliklarni sanaydigan bo'lsangiz, turli xil ziyoratgohlarni sanaydigan bo'lsangiz, ularning shu ziyoratgohlar haqida, tarixiy yodgorliklar haqidagi nimalarni ko'radigan bo'lsangiz, tarixiy yodgorliklar sanaydigan bo'lsangiz, juda son-sanog'i yo'q. Ularning har bir haqidagi turli xil rivoyatlar bor, turli xil hikoyatlar bor. Ularni eslab, qadimgi tariximizdan ancha narsani bilib olishimiz mumkin. Bugun men faqat mana shu Surxondaryodagi eng qadimgi davlat bo'lgan Kushonlar imperiyasi davlatining asosiy birinchi poytaxti bo'lgan, birinchi davlat podshohlarning qarorgohi bo'lgan shu Dalvarjin tepa haqidagi rivoyatni boshlamoqchiman. Xullas kalom, Surxondaryoda eng qadimda miloddan avvalgi 2-asrdan milodiy 4-asrgacha 405 yil davomida bu hududda kattakon bir Kushonlar imperiyasi bo'lgan. Kushonlar imperiyasining eng dastlabki poytaxti hozirgi bizning Sho'rchi tumanimizda joylashgan, hozirgi Dalvarjin jamoa xo'jaligida joylashgan Dalvarjin tepa shahri hisoblanadi. Mana shu Dalvarjin tepada dagi imperiya inqirozga yuz tutayotgan bir paytda rivoyatlar bo'yicha uning podshohlarining biri Varzin shoh va uning yagona qizi Dallo oyim bo'lgan ekan. Endi Varzin shoh o'ziga kattakon qadimgi podshohlarning yashab kelgan joyidan qadimgi qarorgohda yashar ekan. Qarorgoh endi bundan 2000 yillar avval bo'lganligi uchun u juda katta, o'zining davriga mos bo'lgan 50 gektarlik joyda, katta 50 gektarlik joyda qarorgoh qurilgan. Qarorgohning devorlarining enliligi 5-6 metrdan, tepa qismi esa balandligi 8-10 metrgacha bo'lgan ekan. Mana shu qalin devorlar bilan o'rab olingan. Qalin devorlar bilan o'rab olinishi uchun uning yonboshidan to'proqlar qazilib, shu devorlar urilgan va shu devor 12 metrlik, 10 metrlik devor urilgandan keyin atrofi to'liq kanalga, suv to'ldiriladigan hovuzga, kanalga aylanib qolgan. Va ularni suv bilan to'ldirishgan, qalin devorlari bo'lgan, suv bilan to'ldirgan, ihota qilingan, himoya qilingan kanallari bo'lgan va bittagina darvozasi bo'lgan ekan. Mana shu darvozaning ham juda baland darvoza bo'lgan, juda ham mahkam yopiladigan darvoza bo'lgan va bu darvozaning bittagina ko'prigi bo'lgan. Shu ko'priklari kunduz kunlari shu kanalning ustidan tushirilib qo'yilgan, kechalari esa yig'ishtirib olib qo'yilgan.
va uning atrofidan to'liq 5-6 metrlik hudud, 5-6 metrlik kenglikdagi katta bir kanal bo'lgan va mana shunday qilib podshohning qarorgohi himoya qilingan holatda bo'lgan ekan. Mana shu qarorgohga podshomiz Varzinshoh bu mamlakatni boshqargan ekan. Endi mana shu qarorgohning ichida podshoh turadigan alohida arklari bo'lgan, o'zining uylari, joylari, nimalari bo'lgan. Keyin yonida esa juda ham ko'p kasb ustalari, turli xil sopolchilar mahallasi bo'lgan, temirchilar mahallasi bo'lgan, tikuvchilar mahallasi, to'quvchilar mahallasi, demak, turli xil kasb-hunar qiladigan, shu mamlakatning himoyasi uchun, shu mamlakatning harbiy qo'shinlari uchun turli xil narsalarni yasab beradigan, tikib beradigan, tayyorlab beradigan, hayoti sharoiti uchun nima kerak bo'lsa hamma narsani qilib beradigan juda ham katta ustalar mahallasi joylashgan ekan. Mana shu ustalar mahallasida kuni tun, kecha-yu kunduz qurol yarog'lar ishlab chiqarilar, turli xil kiyim-kechaklar ishlab chiqarilar va bu mamlakat asta-sekin rivojlanib yashab kelayotgan ekan. Lekin endi bu davr, men aytayotgan davr miloddan avvalgi 4-asr shu Kushonlar imperiyasining inqirozi davriga to'g'ri kelgan ekan. Kunlardan bir kuni bu qarorgohni arab lashkarlari kelib o'rabdi. Arab lashkarlariga Ali degan odam lashkar boshliq qilar ekan. Ular bu qal'ani kelib o'rabdilar va bu qal'ani egallamoqchi bo'ldilar. Lekin ular bu qal'ani hech ham egallay olmabdilar. Natijada agar ular narvonlar bilan devorning tepasiga tirmashib chiqadigan bo'lsa, avvalo 5-6 metrlik kanaldan o'tishlari va devorga tirmashishlari kerak ekan. Lekin devorlarning tepasida turgan kamonlari bilan, o'qlari bilan, yoylari bilan turgan, gurjilari bilan yoki bo'lmasa nayzalari bilan turgan qarorgohning himoyachilari ularni hech ham bu qarorgohga kirishlariga yo'l qo'ymas ekan. Demak, arab lashkarlari bu qarorgohga kira olmabdi. Ular 2-3 oylab bu qarorgohni o'rab olib o'sha yerda turibdilar. Biz baribir bu qarorgohni qo'lga kiritamiz deb, uning atrofida kecha-yu kunduz ov qilib, uning atrofida aylanib yurib bu qarorgohni qamal qilibdi. Mana shunday dushman qamal qilgandan keyin juda ham ko'p xalqi qarorgohning ichiga kirib yashirinib olgan ekan. Ana ularga endi oziq-ovqat kerak, kiyim-kechak kerak, suv kerak. Mana shu butun tashqaridan keladigan mahsulotlardan mosuvo bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini bu yerga kirita olmagan xalq juda ham kundan kunga qiynala boshlabdi va juda ham og'ir ahvolga tushib qoldi. Ular faqatgina suv bilan yashar ekan. Xayriyatki, ularning shahariga ichkaridan suv kelar ekan. Bu suv yerning tagidan kattakon sopol quvurlar yasalar ekan. Sopolchilar sopol quvurlarni yasagan 1 metrlik, 1,5 metrlik quvurlar. Mana shu quvurlarni bir-biriga kirib kiygizib, hozirga suv keladigan trubalar hosil qilgandek, trubalar hosil qilib yerning ostidan qazib, shu Surxondaryoning eng baland qismiga, shu shahriga suv keladigan qismiga yerning tagidan olib borib ulagan. Natijada shu Surxondaryoning suvlari shu vodoprovod orqali shaharga keltirilgan ekan va shaharlarda qazilgan quduqlarga suvlar doimo limma-lim bo'lib turar ekan va ular faqatgina shu suvlardan ichib jon saqlab turgan ekanlar. Xullas kalom, mana shunday 2-3 oylab qarorgohni o'rab olgan arab lashkarlarini tomosha qilish uchun Varzinshohning qizi Dalloyim bir kuni o'zining kanizaklari bilan otasining rahbarlarining ruxsati bilan nimaga chiqibdi? Hatto devor ustiga chiqibdi. Va devor ustiga chiqib qarasaki, butun o'zlarining qarorgohlarining butun atrofini dushman lashkarlari o'rab olgan. Ana shunda tepaga chiqqan qizlarni, zaif ayollarni ko'rib, arab lashkarlari ham atrofda qarab turgan arab lashkarlar kela boshladi. Ularning orasida alohida bir ajralib turgan Ali sarkardasi bor ekanki, Ali juda ham kelishgan yigit ekan. 30-35 yoshlar atrofidagi chiroyli kelishgan qora ko'z, qora qosh deganday chiroyli bir yigit, harbiycha kiyingan yigitlar boshlig'idagi arab lashkarlari qizlarning yaqiniga kelib qopti. Va bu Dallo oyim yosh balog'at yetayotgan, 20 yoshga yaqinlashayotgan qiz ekan, o'zining 10-15 ta kamizaklari bilan chiqib qarasaki,
bu lashkarlarga sinchiklab ko'z tashlabdilar. Natijada shu lashkarlarning boshlig'i bo'lgan Alini ko'rib, unga xushtor bo'lib qolibdi. Qizimiz, ya'ni Barjishahning qizi Dalloyim bu yigitni ko'rib unga xushtor bo'lib qolibdi va asta-sekinlik bilan ular yuqori o'rlagan sayin shamol bo'lib, shamollar yuzidagi pardalarni ko'tarib ketib, Ali ham bu qizni ko'rib, Ali ham unga nima qilibdi? Chiroyligini ko'rib unga mahliyo bo'lib qolibdi. Qizimiz esa haqiqiy xushtor bo'lib qolibdi. Natijada bu malikamiz Dalloyim pastga qarab tushibdilar va o'zlarining xosxonalariga borgandan keyin o'zining kanizaklarining boshlig'i bo'lgan yoshi katta bir ayolni o'zining bosh kanizagini chaqirib o'zining ichki dunyosi dardlarini aytibdi va shu arab sarkardasini lashkarboshining boshlig'ini sevib qolganligini, u bilan nima bo'lsa ham shuni uchrash kerakligini, unga xat yozib bersam uni olib borib berasiz deb unga vazifa yuklabdi. Kanizak uni qanchalik yo'ldan qaytarmasin, bu ishing noto'g'ri, bu ishni qilishing mumkin emas deb aytgani bilan, hech kimga aytmaysan, otamga ham aytmaysan, hech kimga aytmaysan, meni vazifamni bajarasan. Agar bajarmasang, sening hayoting tugaydi deb shu bosh kanizagaga tahdid qilibdi. Natijada bosh kanizak ham uning aytgan vazifalarini bajarishga majbur bo'libdi va ertasi kuni shu Dalloyim yozib bergan xatni olib shu o'zini kanizaklar ayollar turadigan xonasidan chiqib, uning ham o'zining xufiyasi bor ekan erkak kishilardan, mana shu xufiyasiga olib borib berib, iltimos buni qanday qilib bo'lmasin, qanday usulda bo'lmasin, shu arab lashkarboshiga yetkazib berish kerakligini aytibdi. Natijada xufiyasi ham turli xil xufiya yo'llar bilan shu arab lashkarboshisi Aliga ertasi kuni yetkazib beribdi. Ali qo'liga tushgan xatni ko'rib o'qib juda ham xursand bo'lib ketibdi. Chunki bu qarorgohni 2-3 oydan beri qamal qilib yotgan ekan. Qamal qilish yo'llari mana bu xatda to'liq ko'rsatilgan ekan. Shuning uchun xayriyat bu xat keldi deb juda ham xursand bo'lib ketibdi va men ham seni sevdim, bir ko'rishda senga mahliyo bo'ldim. Men senga agar sen qarorgohining eshigini ochib beradigan bo'lsang, bizning kirishimizga ruxsat emas, endi nima qilib bir sharoit yaratib beradigan bo'lsang, qarorgohga kirsam, darhol senga uylanaman va katta to'y qilaman deb juda ham ko'p va'dalarni berib, xat yozib, bu yashirincha xatni yana xufiyani qo'lga beribdi. Xufiya yer osti g'or yo'llari orqali, xufiya yo'llari orqali qal'aning ichkariga kirib, demak, shu kanizakka olib beribdi. Kanizakdan qo'lda xat ko'tarib kelganini ko'rgan Dalloyim juda ham xursand bo'lib ketibdi va darhol xatga javob yozishga kirishibdi. U nima qilib bo'lsa ham tezda shu arab lashkarboshisini ko'rishini, unga turmushga chiqqini, yashashini istar ekan. U juda ham balog'at yoshiga yetgan ekan. U xalqining taqdirini, davlatining taqdirini, otasining o'zining taqdirini o'ylamasdan mana shunday katta bir xato ishlarga yo'l qo'yib, tezda shu xatda savol berilgan ekan, qanday qilib qal'aga kirsam bo'ladi, yo'llarini ko'rsatgan, ikkalamiz uchrashimiz degan ekan. Mana shu so'zlarga javob berish uchun u xat yozibdi va xatda qal'aga kirish yo'llarini ko'rsatib beribdi. Qanday qilib ko'rsatilgan ekan? Xatda yozilgan ekanki, ey lashkarboshi, men seni sevdim, sen meni sevgilimsan. Men sendan tezda senga yetishishim kerak. Shuning uchun men senga shu qal'aga kirish yo'llarini o'rgataman. Bizning qal'amizga uzoqdagi Surxondaryoning bosh qismidan oqib kelayotgan suvlardan yer osti yo'llari orqali bizning qal'amizga vodoprovod ulangan suv keladi. Agar sen shu suvlarni boshidan turib bog'lasang, qal'amizga suv kelmay qoladigan bo'lsa, bizning xalqimiz tezda taslim bo'ladi. Chunki 3 oydan beri bular ovqatga zor, turli xil kasalliklar tarqalgan, hammasi bu urushdan bezor bo'lgan, juda ham joni xalqimiga kelib, mana bu holatdan ular holatga kelib turibdi xalqimiz, odamlarimiz. Shuning uchun darrov senga taslim bo'ladi deb yozgan ekan. Natijada ko'rsatibdiki, agar sen bu suv yo'lini yopmoqchi bo'lsang, 5 ta eshakka katta xonarlarga somon solib, shu somonni ortib borib,
Surxondaryoning bosh qismiga borasan va o'sha Surxondaryoning bosh qismidan qonordagi somonlarni suvga to'kasan va suv somonlarni oqizib kela boshlaydi. Senlar ham qirg'oq bo'ylab shu somonlar oqib kelishi bilan sizlar ham qirg'oq bo'ylab unga qarab kelaverasizlar. Mana shu suvda oqib kelayotgan somon qayergadir kelganda o'rama hosil qiladi. O'rama hosil qilib o'ralib qoladi, bir qismi oqib ketsa ham o'rab qoladi. Ana shu o'rama hosil qilingan joydan suvning tagida bizning qal'amizga keladigan sopol quvurlardan qilingan suv yo'lining bosh qismini topib olgan bo'lasan. Mana shu suv yo'liga qonorlarga voy to'ldirib, shu voyni kirgizib uni og'zini yopadigan bo'lsang, o'z-o'zidan bizning qal'amizga suv kelmay qoladi deb hatto shulargacha aytib, xatda to'ldirib yozib bergan ekan. Mana shu xatni olgan Ali Lashkarboshi juda ham xursand bo'lib ketibdi va tezda 5 ta otni tayyorlab, unga somonlarni ortib Surxondaryoning boshiga qarab yo'labdi. Xuddi u aytganday qilib somonlarni nimaga oqayotgan suvga to'kib, uning izidan kelgan ekan. Haqiqatan ham bir joyida shu somonlarni o'ramoqda qilib qopti. Bizning odamlarni shu suvning tagiga kirgizsa, o'ramasi bo'lgan joyga kirgizsa, o'sha joydan suv trubalarga oqib kirayotgan ekanda. Suv qurlarga oqib kirayotgan ekan va ular mana shu toraga Barjishohning turadigan qal'asiga suv keladigan suv yo'lini topibdilar va Dallo ayim aytganday qilib shu buni darhol qoplarga to'proq solib uning og'zini mahkam berkitibdilar va xursand holda iziga qaytibdilar va qarorgohga yetib kelib uning atrofidan o'tayotganda qarorgohdan bütün xalqning, odamlarning, yoshlarning, go'daklarning, qizlarning, yigitlarning chirillab yig'layotganliklarini, baqirib xudoga nola qilayotganliklarini va ularning suvsiz qolib ketganligini aniq bilibdilar, ularning nolalaridan bilibdilar va juda ham xursand bo'libdilar. Qiz hatto aytgan ekanki xatida, agar sen suvni yopganingdan keyin 3-4 kun kutganingdan keyin men kechasi darvozalarni nima qilaman, xufiyalarim orqasidan ochtirib qo'yaman. Uni 4 kundan keyin kechasi, yarim kechasi shu darvozalarimiz kelib charadigan bo'lsam, darvozamiz ochiq bo'ladi. Senga hech kim qarshilik qila olmaydi. Keyin bizning qal'aga kirasan, keyin biz gurlatib to'ylarimizni o'tkazamiz deb hatto xatlarda yozib bergan ekan. Mana shu ishlarning hammasi joy-joyida sodir bo'libdi. Shu qal'adan chiqqan nolalarni, xalqning butun zorlanib yig'ishlarini eshitib turgan Ali tayyorgarlik ko'rib turibdi. Oradan bir 3 kun o'tgandan keyin kechasi, yarim kechadan keyin qal'aning darvozasiga kelib itarib ko'rishdi. Qal'aning darvozalari ochilib ketibdi. Ular qal'aga bostirib kiribdilar va Ali o'zining lashkarlariga buyruq beribdiki, bu qal'aning ichida kim bo'lishidan qat'iy nazar jonzot bo'ladimi, o'rmalab yurgan qurti bo'ladimi, o'rmalab yurgan sichqoni bo'ladimi, joni bir jonzotning hammasini qirasan, odamlarning boshini olasan va bironta jondosh qoldirmaysan deb hammasiga buyruq bergan ekan. Uning lashkarlari shunday dahshat bilan bostirib kiribdilar va butun kasallanib, suvsizlikdan, ovqati yo'qlikdan, ochlikdan holsizlanib qolgan butun shahar aholisini qilichdan o'tkazibdilar. Shahar qip-qizil qonga to'libdi. Qon daryo bo'lib oqibdi. Bu daryo bo'lib oqayotgan qonlar shu qal'aning atrofidagi kanalga, endi mana 5 metrlik hamma tomonni o'rab olgan kanalga tushib, kanalning suvlari ham qip-qizil bo'lib ketibdi. Va ular g'alaba qozonibdilar va shaharning eng bir tepalik qismi bor ekan. Mana shu tepalik qismiga chiqibdilar. Ali butun lashkarlarini o'sha tepalikning oldiga chaqiribdi. Harbiylar endi qo'shinlarning hammasi xursand holda qo'llaridagi qilichlarini, shunday qonga botgan qilichlarini hatto artmasdan shu joyga yig'ilibdilar va lashkarboshining bizimizga nima deyar ekan deb gapini kutibdilar. Shunda lashkarboshi mana shu qal'aga kirish yo'llarini, xalqini qanday qilib falokatga, kasofatga duchor bo'lishlarini ko'rsatib bergan aqlsiz mana shu Malika qizni, Dallo ayinni chaqirib, kanizaklari bilan tepa qismiga chiqaribdi. Tepa qismiga chiqarib turgan ekan, shu Dallo oyimga u keyin chiqarib bir savol beribdi. Ey sevgilim, mana endi biz g'olib bo'ldik. Qal'alaringga kirdik mana. Biz juda ham xursandmiz.
mana shunday qal'aga kirishga yordam berganing uchun senga juda ham katta rahmat. Biz hammani qilishdan o'tkazdik, lekin bitta sening otangni, shohini ko'rmadik. Bu shoh qayerda, otang qayerda? Shu otang qayerdaligini bizga aytib bergin degan ekan. Dalloyim qarasaki, shu qarorgohning chiqish joyida katta darvozaning oldida bir itning yag'ri chiqib ketgan, hamma tomonga yaqin. Nimalari? Yara bosib ketgan itning terisini yopingan. Va o'rmalab, cho'loqlanib, sudralib ketayotgan bir kishini ko'ribdi va oldidagi lashkarboshiga aytibdiki, mening otam juda ham ayyor, juda ham makkur odam. Qarang, u darvozadan chiqib ketyapti, debdi. U Ali lashkarboshi yugurib odamlarga aytib birgalashib darvozadan yugurib borguncha otasi nima qilgan ekan? Ustidagi terisini otib tashlab, yugurib kanalga o'zini tashlagan ekan. Qip-qizil qon bo'lib oqayotgan daryoga o'zini tashlagan ekan. Arab lashkarlari kanalga tushib ketgan bu cholning jasadini axtaribdilar, hech topilmabdilar. Lekin Ali juda ham sezgir, juda ham nima ekan? Natijada u uzoqdan bir shu nimaning ichidan, kanalning ichidan chiqib turgan qamishning uchini ko'rib qoldi. Qamishning ichi g'avak bo'lib, qamish bemalol nafas olish mumkin bo'lgan qamishning ichi g'avak narsasini sindirib olib, podsho suvning ostida og'ziga qo'yib, og'zidan nafas olib turgan ekan. Shu qamishning ichi yuqoriga chiqib turgan, suvdan chiqib turgan, bu esa suvning ostida yashirinib turgan ekan. Mana shu narsani ko'rib sezgan Ali lashkarboshi o'zining lashkarlari bilan, o'zining odamlari bilan borib, o'zlarini suvga tappa-tappa tashlab, u yerdan shu Barzilshohni ham olib chiqibdilar va tashqariga chiqarib darvozaning oldida boshini tanasidan judo qilibdilar. Buni uzoqdan ko'rib turgan Dallo oyim o'zining otasining halokatini, butun shaharning butun vayron bo'lib, qonga to'lib ketganligini, butun xalqining qirilib ketganligini ko'rib ham hech bir ta'sirlanmabdi va hatto xafa ham bo'lmabdi. Uning sevgi muhabbatdan ko'zi ko'r ekan, qulog'i kar ekan. U juda katta xato qilganini ham tushunganmi, tushunmaganmi? Bunday qizlardan o'zi nafratlanishimiz kerak. Gapirishga ham gap topolmayapman. Mana shunday qilib Ali shu ishlarni bajarib, oxirgi podshohni o'ldirgandan keyin qizning oldiga chiqib boribdi tepalikka. Va tepalikka chiqib borib, "Sevgilim, mana oxirgi ishimizni ham bajardik, qal'ani qo'lga kiritdik. Endi biz g'alaba qildik. Endi g'oliblikni nishonlash uchun, senga uylanishim uchun men shu atrofda turgan minglab turgan lashkarlarimdan ruxsat so'ramasam bo'lmaydi. Senga mukofot berishimiz kerak. Senga qanday mukofot berilishini mana men ham aytishim mumkin, lekin men lashkarlarimdan so'raman. Ular nima deyishar ekan? Shular nima desa shuni aytganini qilamiz" deb shu qizning oldida turib, butun lashkarlarga murojaat qilibdi. "Ey lashkarlarim, mana biz g'olib bo'ldik. G'olib bo'lishimizga sababchi bo'lgan Dallo oyim Barzilshohning qizi mana yonimizda turibdi. Endi bu Barzilshohning qiziga qanday mukofot beramiz?" degan ekan. Butun lashkarlar hamma tomondan, endi erkak lashkarlar hammasi gurullashib, "O'lim, o'lim, o'lim" deb baqirishibdi. O'lim degan hayqiriqni eshitgan odamlarning, juda ham minglab odamlarning tovushini eshitgan Dallo oyim oyoqlari qaltirab, ko'zlari olarib, juda ham yomon ahvolga tushib qolibdi. Shunda yonida turgan Ali arab lashkarboshiga aytibdiki, "Dallo oyim, sen juda ham katta xato ish qilding. Sen shaharingning, qarorgohingning vayron bo'lib ketishiga, butun xalqingning o'lib ketishiga, qirilib ketishiga, otangning ham halok bo'lib ketishiga jim qarab turding. Bugun sen o'zingning vataning uchun harakat qilmading, xalqingning qirilib ketishiga, otangning o'lishiga sababchi bo'lgan ekansan. Ertaga sen menga yor bo'la olmaysan. Ertaga sen meni ham sotasan, menga ham xiyonat qilasan, hatto meni o'ldirib yuborishing mumkin. Chunki sen xiyonatchisan, xiyonatkorsan. Xiyonatkorning jazosi nima?" deb baqirgan ekan lashkarlariga. Lashkarlari yana hayqirishibdi. "O'lim, o'lim, o'lim" deb. Mana shunday qilib lashkarboshi o'zi qilichini xinadan chiqarib, shu tepalikning ustida Dallo oyimning o'zini ham, yonidagi undan oshiq kanizaklarini ham boshini qilichdan o'tkazibdi. Va shunday qilib katta bir kushonlar davlatining, katta bir kushonlar imperiyasining eng oxirgi inqiroz davrida yashagan, rivojlangan mana shu kichkinagina birinchi poytaxti bo'lgan qarorgoh
shohi bilan birga xalqi bilan birga qirilib ketgan ekan. Dushmanga hech bas kela olmagan ekan. Chunki daraxt kasallansa, uning daraxtning nimasi, zavoli uning o'zida tagidan qurtiydi, o'zidan chiqadi dushmani deydi-ku. Xuddi shunday qilib daraxtning dushmani o'zidan chiqib, bu davlatning dushmani o'zidan chiqib, yana ham bu juda ham avaylab o'sirilgan Erkotay malikani shu o'ylovsiz mana shunday sevgida muhabbatimni amalga oshiraman, shunga yerga tegaman deb qilgan xatti-harakatlarining natijasida butun bir qarorgoh, butun bir minglab xalqlar halokatga uchrab, shunday nimaga yetgan ekanda, mana shunday oqibatda qolgan ekan. Shunday tugagan ekan. Shuning uchun mana shu qissamiz, men aytib berayotgan hikoyat, rivoyat juda ham bir ayanchli, juda ham odamni o'yga toldiradigan, juda ham ayanchli, juda ham xafa qiladigan hikoyatlardan bittasi. Chunki bu hikoyatdagi tasvirlangan voqealar bizning Sho'rchi tumanimizda bo'lgan, bekadan-bekar xalqimiz hozirgacha uni og'zaki bir hikoyat sifatida tashib kelmayapti, bir-biriga aytmayapti. Shuning uchun bunday holatlar bo'lib turgan ekan. Kerak bo'lsa shu kecha kunduzda ham bo'lib yotibdi mana shunday arzimagan narsalardan hech qanday bir sababsiz mana jahon mamlakatlariga qarangizlar, hozir kunda hech narsadan shirsa yo'q, davlatlar o'rtasida urushlar kelib chiqyapti. Qanchadan qancha xalqlar qirilib ketyapti. Hech qanday sababi yo'q. Zo'ravonlik bilan bir-biriga hujum qilib, bir-birining yurtini, bir-birining mamlakatini vayron qilib, halokatga uchratib, xalqlarning qirg'ib ketishiga sababchi bo'layotgan urushlarimiz bor. Mana shu urushlarimiz ham arzimagan bir sabablar orqasida bo'layotgan ekan. Shuning uchun nima demoqchiman? Shu aytilgan Sho'rchi tumanimizdagi Dalli oyim va Barsin shoh hikoyasini aytishimdan maqsad shuki, shu Allohimga iltijo qilamiz, butun yer yuzida tinchlik bo'lsin. Yer yuzining xalqi tinch xotirjam yashasin. Jumladan bizning O'zbekiston xalqi, butun Markaziy Osiyo xalqlari, Turkiy xalqlarimizning hammasi, yer yuzidagi turkiy xalqlarning hammasi, jumladan shu O'zbekiston xalqi ham tinchlikda, xotirjamlikda yashasin. Tinchgina uxlasin. Kunduz kunlari o'zlarining hayotiy tashvishlari bilan band bo'lsin. Hech qachon bir yomonlik ko'rmasin. Rizqi nasibasi butun bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Allohim bizlarni doimo qo'llab-quvvatlab yursin. Bizga madadkor bo'lsin, bizga kuch-quvvat bersin. Yurtimizni gullataylik, yashataylik. O'zbekistonimizning bayrog'i jahonning eng muhim nuqtalarida, eng muhim xalqaro tashkilotlarining hududlari nimalarida doimo porlab tursin. O'zbekistonimiz rivojlansin, kuchga to'lsin, quvvatga to'lsin, eng rivojlangan mamlakatlardan biriga aylansin. Mana shu mamlakatimizning rivojlanishi uchun biz farzandlarimiz doimo harakat qilishimiz kerak, aqlli bo'lishimiz kerak, kasb-hunarlarda egallashimiz kerak, xalqimiz uchun, o'zimiz uchun, oilamiz uchun, vatanimiz uchun doimo xizmatda bo'lishimiz kerak. Shunday qilib qissam ham tugadi. Sizlarga sog'lik, salomatlik, tinchlik, omonlik tilayman. Salomat bo'lingizlar.